Assalomu alaykum azizlar. Ulug' shoir va mutafakkir Alisher Navoiyning Lisan-ut Tayr dostonini e'tiboringizga havola etamiz. Lisan-ut Tayr dostoni asosida yozilgan nasriy tabdil va izohlar mualliflari Manzar Abdulxayr va Abduhamid Pardayev. Suxandon Dilbar Vosiyeva, ijodiy hamkorlarim Jamshid Yoqubov hamda Aziz Sobirov. Bir 168 bob. Hikoyat. Majnunni dashtda bir kishi uchratib qoldi. U o'zi bilan o'zi so'zlashmoqda edi. U kishi Majnundan so'radi: "Sen kim bilan gaplashyapsan?" "Ey baxtli odam, men Layli bilan gaplashmoqdaman", deb javob berdi. Majnun: "Axir u sendan juda uzoqda-ku. Ey g'ofil, Layli mening jonimda, uni yodi jonimga darmon ekan, uni olisda bo'lgani bilan unuta olamanmi? Kimki ishqda kanolat kasb etsa, uning fikru zikriga ma'shuq yodi payvasta bo'ladi. Siz ham chinakam oshiqlikka da'vogar bo'lsangiz, muhabbat dardu hasratlarini ham shodlik deya qabul eting." 169 bob. Qushlarning oliy fanoga erishib baqo vasliga yetgani. Musofir qushlar ko'plab ummonlar u dasht-u sahrolardan oshib o'tib manzilga yetib kelgan edilar. Ular tunu kun yo'l yurishdan sira hormasdan, har qanday balo duch kelsa ham hayiqmasdan, o'z istaklariga erishganlarida bu mag'lub to'daga oliy jamolini ko'rishga to'sqinlik qiladigan parda tortildi. U o'z ulug'vorligini namoyon qilib qarshilik ko'rsatsa ham benavo qushlar o'z ahdlaridan qaytmadilar. Ulardan ba'zilari irodasizlik qilganlarida hudhud to'g'ri yo'lga boshlovchi so'zlari bilan ularning tushkunlik va umidsizlikka tushishiga yo'l qo'ymay bu borada ancha vazlar aytdi. Hudhudning so'zlaridan ularga jon kirib, mushkullari yanada osonlashdi. Chunki ularga sodiqlik va ixlos qo'yish yor bo'ldi. Yorni istashda esa bu ikki holatning foydasi ko'p. Ular ulug'lik qoshida tuban xor bo'lgan bo'lsalar-da, hudhud ularni g'am yemaslikka chorlab ko'pgina dalillar keltirdi. Ularning ko'nglida mardonalik ustuvor bo'ldi. Zotan komil yo'lboshchisi ham oqil va dono edi. Nihoyat sadoqat va ixlosmandlik sharofati bilan ikkinchi fanoga erishdilar va yor vasliga oshna bo'ldilar. Vasl bog'idan marhamat shabadalari esib, to'g'rirog'i Masihning pokiza nafasi kelib ular oldida niqob bo'lib turgan barcha pardalarni birma-bir olib tashladi. Nur va zulmatdan iborat hamma pardalar bartaraf qilindi. Vasl bog'ida shodlik va maqsad guli ochilib, uning muattar bo'yidan ko'ngillar yayradi. Qushlarning dillaridagi shikastalik yo'qolib, vasl gulzorida maqsad va shodlikka erishdilar. Bu gulshanda har bir gul go'yo bir kuzgu kabi edi. Qushlar qayoqqa qarasalar o'zlarini ko'rar edilar. Bu yerda yana nur va pokizalik, oshkora va yashirin narsalarning hammasi bor edi. Bu odamlarning kuzguga yoki tiniq zilol suvga termilganini eslatadi. Hamma narsa boshdan oyoq ravshan ko'zga tashlanar. Kuzgu yoki suvda odamning aks etishiga
o'xshar edi. Bu 30 ta qushning shuncha ko'p mashaqqat va ranj chekib bu yerga yetib kelganidan maqsad Simurg visoliga noil bo'lib fanodan shunday yuksak baqoga erishmoq edi. Ammo ular qayoqqa qarasalar o'zlarini ko'rdilar. Alloh, Alloh, bu qanday ajoyib so'zki, Simurg'ni orzu qilgan 30 ta qush o'zlarini o'sha Simurg sifatida ko'rdilar. Sadaf gavharga aylangani kabi man araf siri zohir bo'ldi. Ey ko'ngil, bu nozik ma'noli so'zlar qushlar tilidir, balki ramzu timsol sirlaridan ogohlar tilidir. Bu so'zlarni tushunish qiyin, muammo, biroq riyozat natijasida oydinlashadi. Chunki riyozat insondagi hayvoniy xislatlarni yo'q qiladi. Odam shu asno o'z nafsoniyatini inkor eta olsa, unda ruhiy poklikdan boshqa hech narsa qolmaydi. Sen bu hikmatga xilof ish qilma. Odamzod manglayiga shunday aziz va mukarramlik bitilganki, o'zidagi illatlarni bartaraf etib, fir'avnlikka taqlid etmasa, unda Musoga o'xshash yangi yaxshi sifatlardan o'zga sifat qolmaydi. Yoki fe'lidagi Abu Jahllikni yo'qotib, sharaf ganjini qo'lga kiritsa, Habibullah'dek yuksak sharafga erishadi hamda borliq va yo'qlikdan ogoh bo'ladi. Vahdat merojiga chiqib, poklik sirlaridan xabardor bo'ladi. Ko'zi vasl nuridan shunday yorishadiki, bu paytda oradan menlik va senlik yo'qoladi. Parvardigor o'z qudrati bilan dengiz mavjlarini yuzaga keltiradi. Mavj naqshidan dengizga ne ziyon yetadi? Dengiz xoh u mavjli bo'lsin, xoh mavjsiz, o'z suvlari bilan dengiz sanaladi. Suvsiz mavj hosil bo'lmaydi. Mavjning bori yo'qligi dengizga bog'liqdir. Buni chuqur o'ylab ko'rsang yoki ishq sirlarini diqqat bilan mulohaza qilsang, Alloh sifati bilan birlashib ketganingda ogoh xotiring bilan shu so'zlarni aytishga jur'at etasan. Ya'ni yaratilgan hamma narsadan asosiy maqsad Tangri taolo yolg'iz sening o'zingsan. Sendan tashqarida hech narsa mavjud emas. Sen o'zing barcha mavjudotlarning muxtasar tafsilisan hamda borliq mushkullarini tushunib yetuvchisan. Binobarin tafakkur qilib nimani istamoqchi bo'lsang faqat o'zingdan istagil. Sen jannat bog'chasidagi ajib bir go'zal qushsan va sharaf bo'stonida pokdamonsan. Lekin Simurg istagan u qushlar galasi suluk ichra riyozat bilan sayr qilib, bu yo'lda o'zlarini qobil etdilar va talabdan vasl hosil qildilar. Senda ham u imkoniyat tarzida mavjud bo'lib, agar yomon fe'lingni tuzatsang, maqsadga erishasan. Agar bu yo'lda o'zingni qobil etmay, pastu baland so'z aytsang, dorga osilishing turgan gap. Kimki bu hikmatdan ogoh bo'lsa, bilgilki, bunday so'zlarni aytishga til ojizlik qiladi. Bunda so'z o'zgacha-yu ma'no o'zgachadir. So'zga zo'r bergan odam uning ma'nosini anglamaydi. Menga qanday ma'no ayon bo'lgan bo'lsa, uni qush tili bilan bayon qildim. Aytgan so'zlarim faqat o'z zohiriy ma'nosida tushunilmasin. Undagi chuqur ma'nolarning yuzlariga parda tortilmasin. Bu so'zlarimni faqat qush tilini bilganlargina fahmlay oladilar. Fahmlagach teran mazmundan qattiq vahimaga tushadilar. Ammo ziyrak qush bu so'z tagida nimalar borligini darhol anglaydi.
Bu so'z barcha so'zlar ichida eng mafhumidir. U zabonsiz odamlarning tilidir. Shart shuki, anglagan odam zinhor o'zgalarga bayon qilmasin, chunki tilidan boshiga biror ofat yetishi mumkin. Ey Alloh, men bu so'zlarni aytib tavba tazarru qilaman. Aytib bo'lmas so'zlarim uchun sening o'zingdan panoh istayman. Bu fikrlarni o'zimcha bayon qilmadim, balki attor so'zlarini sharh qilib berdim. So'zimga ofat tushishidan o'zing asra. Kimga payravlik qilayotganimni hisobga ol. Agar men xatoga yo'l qo'ysam, ustoz Fariddin Attor nuqsonsizdir, chunki u ko'plab barkamol asarlar yaratgan. Ba'zida ilhom shavqi bilan g'alati fikrlar aytgan bo'lsam, ularni komil ustoz so'zlaridan ilhomlanish deb bil. Men uning shogirdi bo'lib, sen haqingda bu so'zlarni aytdim. Uzrimni qabul qilib, gunohlarimdan o'tgaysan, ey Alloh. 170-bob. O'z mulohazasi qusuri uzriga tamsil. Bir parishon xotir devona bo'lar edi. U bir go'zalning ishqida og'ir ahvolga tushgan edi. U ko'ngil qo'ygan jonona nainki davronga ofat soluvchi, balki ishvasi bilan barcha jonlarga qiron keltiruvchi edi. Husn bobida hur va parilar ham unga tan bergan, uning chiroyi oldida oy va quyosh ham xira tortar edi. Olamni uning husni g'avg'osi tutgan, avozasi turli shaharlar va mamlakatlarga tarqalgan edi. Nihoyatida go'zal bo'lsa ham asosan u ikki hunari bilan mashhur edi. Birinchidan, u bag'oyat bilimdon va zukko, ikkinchidan jafo qilishga beshafqat edi. Ishqda majnun tabiat oshiq bir kun ma'shuqasini yodga olib, yuzini gulga, qaddini sarvga, qiyofasini tovusga, yurishini qirg'ovilga qiyos qildi. Devona shularni aytib turganda, oy yuzli dilbar kelib, uning so'zlarini panada turib eshitdi. So'ngra uning qoshiga keldi va shunday dedi: Sen aytgan bu ta'riflar men uchun kinoyadan boshqa narsalar emas. Men ulardan nihoyatda oriqlaman. Qomatimni sarv deb aytding, ammo sarv mening qaddim kabi xirom eta oladimi? Yuzimni gul deding, lekin qaysi gulda men kabi yuz balolik ko'z va qosh bo'ladi? Qiyofamni tovusga qiyos qilding, qachon tovus odamlarning aqli hushini olibdi? Yurishimni qirg'ovulga o'xshatding, ammo qay bir qirg'ovul oshiqlar qatliga sabab bo'la olgan? Oy yuzli go'zal g'azab bilan shu so'zlarni aytib, unga xitob etdi. Oshiq tili kalimaga kelmay arang dedi. Men xato qildim. Nihoyatda xijolatdaman, lekin aslida seni vasf etuvchi gunohkor bandaman. Oijamol shu zahotiyoq bor budingni yo'q qilib yuboraman deya unga g'azab qildi. Devona o'zini uning poyiga tashlagancha zorlanib yolvordi. Ey husni bilan parilar va hurlarni hijolatga solgan, men sening to'g'ringda nima degan bo'lsam, barchasi senga muhabbatim, ixlosim va do'stligim tufaylidir. Ularda hech qanday shikoyat, o'rinsiz ta'na dashnomlar va kinoyalardan ham asar yo'q. Ammo seni maqtab, vasf etishda kamchilikka yo'l qo'yibman. Buni tan olaman. O'zing marhamat ko'rsatmasang, holim xarob. Men aytgan bu so'zlarni nodonlikka yo'ysang, ularning barchasini jaholat va bilmaslikdan deb hisoblagin. Chunki uyat men telbani halok qilmoqda. Agar sen ham o'ldirmoqchi bo'lsang, bu menga og'ir zahmat bo'lib tushadi. Telba o'z aybini bo'yniga olib uzr so'ragach, parivash ham lutf ko'rgazib, uning bir qoshiq qonidan kechdi.
Siz Alisher Navoiyning Lison-u Tayr dostoni asosida yozilgan nasriy tabdilni tingladingiz.